Assalomu alaykum hamyurtdoshlar. Bugun mana Xudolis Odiljon akaning avtobusi 12-iyul kuni Kazan shahridan Toshkent shahriga yo'lga chiqib ketyapti. Biz yana qaytib adresimizni aytamiz. Ametovskiy magistral 9 Uzdevo avtoservisining oldidan haftaning seshanba, juma, yakshanba kunlari отправление oladi. Hozir passajirlarni olamiz. Ana yo bismillahirrohmanirrohim. Hammalarga assalomu alaykum. Bugun mana Xudolis safarga chiqib ketyapsizlar. Safarlar bexatar bo'lsin. Ona vatanga, bola chaqalarni oldingiz sog' salomatda kelib boringlar. Yo'ldan chiqishdan oldin qani bitta duo qilib bering hoji bobo. Ilohim. Sağ salomat yollarımızda Allah taolo o'zi berib, aman sog' bola chaqaning oldiga O'zbekistonimizda aman yetib bormaydi. Amin. Allohu akbar. Mana hamtoshlar Xudolis Odiljon akaning avtobusi 12-iyul kuni Kazan shahridan Toshkent shahriga yo'lga chiqib ketyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, haqlariga duo qilib baslar, sog' salomat ona vatanga kirib borsin. Hech kimlardan oshcha pul olmadik-a? Yo'l kiraklardan, bagajinglardan salomat olasizlar, sog' salomat ona vatanga kirib boringlar-a. Xo'p.